kundalik eslatma. Tafakkur qilaylik. Inson kim? Hayotdan maqsadi nima? Va keyingi manzili qayerda? Alloh taolo insonni aziz va mukarram qilib yaratdi. Unga aql, iymon va iroda berdi. Insonni boshqa maxluqotlardan ajratib turuvchi eng asosiy sifat uning hayoti haqida tafakkur qilishi, o'zini anglashga intilishi va savollar qo'yib javob izlashidir. Birinchi savol: men o'zi kimman? Bunga oyat karima javob beradi. Alloh barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Insonni yaratishni esa loydan boshladi. So'ngra uning naslini haqir bir suvdan iborat nutfadan paydo qildi. Sajda surasi 7-8 oyatlar. Ta'sirli nuqta. Inson o'zining haqiqiy kimligini anglashga intilsa, u o'zining Rabbisini taniydi. Jismdan tashqaridagi ruhiy olamini anglay boshlaydi. Hayvon faqat biologik yashashni biladi. Inson esa ma'naviy savollar bilan yashaydi. Ikkinchi savol: bu dunyoga nima uchun kelganman? Alloh taolo aytadi: men jin va insonni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Zoriyat surasi 56-oyat. Ta'sirli nuqta. Insonning dunyodagi vazifasi ibodat, ya'ni Allohga bog'lanish, uni tanish, unga itoat qilish. Bu ibodat faqat namoz, ro'za bilan chegaralanmaydi, balki butun hayot tarzida ilohiy maqsad bilan yashashni o'z ichiga oladi. Uchinchi savol: o'lganimdan keyin nima bo'ladi? Bunga oyat karima javob beradi. Alloh taolo aytadi: har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir. So'ngra bizga qaytarilursizlar. Ankabut surasi 57-oyat. Ta'sirli nuqta. Inson o'lim bilan tugamaydi. Bu dunyo imtihon maydoni. Haqiqiy hayot oxiratda boshlanadi. Shu sababli aqlli inson o'limni eslab, unga tayyorgarlik ko'radi. Xulosa: bu 3 savol insonni hayvondan farqli qilib turuvchi ruhiy, ma'naviy yuksalish yo'lidir. Bu savollarga javob izlash va uni to'g'ri anglash insonni oliy darajaga ko'taradi. Men o'zi kimman? Bu dunyoga nima uchun kelganman? O'lganimdan keyin nima bo'ladi?